Mana bugun Xorazmga sayohatimizni boshladik. Xorazmga sayohatimizni boshlanishi mana shu Buxoro Xorazm yo'lidagi haqiqiy sahroni eslatuvchi qumliklarda to'xtab tomosha qilish bilan boshlandi. Qolganini qani video davomida ko'rib borasizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun 2026-21 mart kuni Chanqaladamiz. Biz kecha Chanqalaga kechki payt kelib joylashganmiz oilaviy. Mana shu mehmonxonada qo'yganmiz. Mehmonxona ekan. Eskicha usulda qurilgan, shunday saqlab qolingan. Qulayliklari bor, ichkarida hamma sharoit yaxshi. Oldida mashina qo'ysa bo'ladi bemalol. Kaltaminlarga yaqin. 50 metr ham chiqmaydi Kaltaminlargacha. Juda zo'r joyda joylashgan lokatsiyasi. Bu xonani biz bir odamga 70 ming so'mdan gaplashdik. 5 kishilik xona olsak, masalan 350 ming so'mga joylashdik-da. Lekin qulayliklari yaxshi. Ushbu biz joylashgan mehmonxona uy egalari eskidan o'zlarini avlodlari yashagan uydi. Tashqi fasad tarafini remontini o'zgartirmagan, ichkarini remont qilib, ta'mirlagan, chiroyli qilib, hamma sharoitlarni qilib uy mehmonxonasi sifatida foydalanyapti ekan. Tarixiy muhit shu yerda yotganda odam sezilar ekan, haqiqatan bizga yoqdi o'sha mehmonxona muhit. Chanqala hududida shu eski tarixiy binolar hozir oldin bundan 100 yillar oldin qanday bo'lsa shundaylik saqlangan taassurot uyg'otadi haqiqatan. Butun hozirgi kunda odamlar yashayotgan uylar ham hammasi zamonaviy arxitekturaga o'tmagan, eskicha arxitekturada qolgan, loydan qurilgan, loydan bezak berilgan hamma imoratlarda tashqi fasadlariga. Xuddi bu joyda yursa odam tarixiy shaharda yurganligini his qiladi. Haqiqatan shunday ekan. Biz ham shunga guvoh bo'ldik. Biz hayit kuni kelganmiz, hayit kuni ertalab kechasi kelganmiz. Mana bu 21 bu video olinayotgan 21 mart kuni edi, Navro'z bayram kuni. Chanqalada ertalab hech kim yo'q. Mana o'zimiz bemalol aylanib yuribmiz. Juda ham havo yaxshi, yoqimli havo edi o'sha kuni. 18-17 graduslar bor ertalab. Taassurotlar juda yaxshi bo'ldi. Aytdim, terasdan oltin chiqamiz deb.